Kimga Dubai House'dan sovg'a kerak? Biz bugun Dubai House obunachilarini qidirib, Afsonalar vodiysida Tilla bozorda yuribmiz. Agar siz hali ham Dubai House'ga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tezda obuna bo'lib qo'ying. Ushbu sovg'alardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Obuna bo'lib qo'ying, sizga sovg'amiz bor. Mana shu profil bizniki. Mana podpisatsiya qilib qo'yasiz. Telegram, YouTube kanallarimiz ham bor. Obuna bo'lib qo'yasiz. Sizga mana sovg'amiz bor. Katta rahmat. Instagram profiliga. Instagram profilimizga obuna bo'lgan ekansiz. Bu sizga Ramazon sovg'amiz va siz bizga obuna bo'lgan ekansiz. Xo'p, magazinimiz haqida bor. Men Dubai House'da doimiy klient bo'laman. Narsalari juda ham sifatli, paltolari, dvoykalardan juda kiyganman. Bo'ldi, obuna bo'ldilar. Dubai House'dan 4 ta qizim bor. 4 ta qizimni chiqardim. Hamisha qudalarimga ham, qizlarimga ham mana shu Dubai House'dan savdo qilaman, xarid qilaman. Juda ham yaxshi. Qizlarimizni ham muomalalari ham, boshliqlarining muomalalari ham juda ham chiroyli. Bizga obuna bo'lishmasa ham 10 yildan beri bizga klient ekanlar. Andijondan spesialni biz magazinimizga kelishadigan. Endi hojona Andijondan kelib o'tirmasdan onlayn zakaz bersangiz ham bo'ladi. Sizni mana profillarimizga obuna qilib qo'ydik. Xudo xolasa, inshaalloh. Rahmat.